Bugun sizlar bilan Mortal Master 5200R yarim quruq stachka uskunamizni ekranida nimalar ko'rish mumkinligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Ekranimizning bosh menyusida birinchi navbatda uskunaning motori necha RPM, ya'ni qanaqa oborotda ishlayotganini ko'rishimiz mumkin. Uni pastida necha soat ishlaganini ko'rishimiz mumkin va bu yoq qismida uskuna motori necha haroratda ishlayotgani, kompressor necha haroratda ishlayotgani, solarka necha foiz qolgani va generatordan kelayotgan tok necha volt ekanini ko'rishimiz mumkin. Uskunamiz mana shu qismlarida nimadir muammo yuzaga keladigan bo'lsa, mana bu indikatorlar orqali bemalol ko'rishimiz mumkin. Eslatib o'taman, ekranimiz sensor emas, balki mana shu tugmalar orqali ishlaydi. Mana bu belgimiz uskunani ruchnoy smaska qilish belgisi. Ushbu tugma orqali uskunani ruchnoy smaska qilish mumkin. Va undan tashqari sensor smaskamizni avtomatik smaska qilish taymerlarini ham mana shu ekran orqali nastroyka qilish mumkin. Ekranimizning bu yoq qismida bo'lsa, muammolar listini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni uskananing qaysidir qismida nimadir muammo yuzaga keladigan bo'lsa, mana bu joyda spiska bo'lib chiqadi. Endi uskunamizni zamana maslahat qilgandan keyin keyingi zamana vaqtini daftarga yozib yurish shart emas. Sababi buni ham ekranimizda avtomatik tarzda belgilab qo'yish mumkin. Keyingi zamana vaqti kelganda mana bu joyda kalit rasmi chiqib turadi. Ekranimizning bu yoq qismida bo'lsa, uskunamizning knopkalari va hattoki datchik davleniya simlari olingan, olinmaganligi va hattoki qozonning reshotkasi datchiklari ishlayotgan ishlamayotganligini bilishimiz mumkin. Ekranimiz haqida aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat edi. Yanada batafsil ma'lumot olish uchun sizlarni showroomimizda kutib qolamiz.